Avvalambor assalomu alaykum aziz obunachilar. Hammalarni juma ayyomlaring bilan tabriklayman. Hammamizga baravar birga bo'lsin. Yangi masjidga qadam qo'yapmiz, Xudo xolasa bugun. Nega? Mana yangi masjid, Quvasoy sentridagi. Men birinchi qadam qo'ydim-da, o'shancha yangi men uchun. Quvasoyda birinchi masjid. Men birinchi marta qadam qo'yishim. Hamma musulmonlar mana shoshilib masjidga ketishyapti. Odamlardan behojat bo'lishlikka buyurganlar. Hattoki Rasululloh uchun shu darajaga amal qilganizki, Rasulullohning hadislariga mana bir hadis sharif bor. Hattoki kishi qo'lidagi qamchisi yerga tushib ketsa ham birovdan birovga olib berishlikni buyurmasin, balki o'sha otidan tushib o'zi o'sha qamchisini olsin. Shunaqalarida o'sha ham malbansirashli yoki boshqa bir holatlarda tashqari zonada shuncha o'sha qamchisi yotgan